Ha. Ana o chegarasi. Yo'lga ekib qo'yibdi. Undan iyog'i mana o'rmon ekan. O'rmondan iyog'i 500 metrdan keyin yo'l boshlanadi. O'ng tomonda biz yashaymiz mana. Mana ona ro'paraga funduq qo'shagan narsalar ekib boqib qo'yibdi. 4 ga 3, 3 ga 2 qilib. Mana sirenga o'xshaydi ekan, noyob. Har bittasi 1 million rubl ekan. Yevropeskiy ekan. Bu oralarida ham mana tolga o'xshagan oq, qizil, sariq, ko'k boq qo'shati ekib qo'yibdi. 3 yil o'pti buni ekkaniga. Mana o ham o'zimizga Majnun tolga o'xshaydi, lekin bargi, yaprog'i o'ta chiroyli, yiltillab yashang olib turar ekan. Barkiga hisob bo'lib izgiritga o'xshab ochilib ko'hma olib turgani uchun olishar ekan. Bu ham dekorativniy ekan. Sariq tolga o'xshaydi. O'zi ham 5 ga 3, 5 ga 1,5 qilib limon ekkandek ekib qo'yibdi. 3 yil o'pti bularni ekkaniga. Mashina xaridor kelsa ko'chirib berar ekan. Shunaqa qilib ekishib qo'yibdi mana. Mana o qizil. Bu ham haligi qizil tolga o'xshaydi ekan. Bu ham manaqa bargi chiroyli ekan. Bargi chiroyli hisobiga dekorativniy deb, yashil makon deb olar ekan. Shunaqa ekan-da mana. Shunaqa ekan mana. Mana bu pol ekan mana. 500 gektar yer ekan. Umumiy maydoni. Ko'chatlar hammasi tugalardi mana. Texnikalari bor mana. 4 ta tiplisasi bor, angari bor. Naryoqda vagonlari bor. Ofislari bor mana tiplisani yonboshida. Maynaqa ekan-da. Shunaqa ekan mana. Kamina Kamtarin. Sizlar bilgan yana Avazbek. Bugun shunaqa qilib ishonalarimizni videoga olib yuribmiz. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Boringlarga shukr. Prosmotrlarim hammanglarga yaxshi kun, yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Okey, Kalugadan, Avazbekdan esdalik.